Yana bir mehmonimiz borlar, ajoyib aktyor, ajoyib xonanda, ajoyib raqqos Merdan Madvaliyevni taklif qilamiz. Marhamat. Qoyil. Merdan, keling. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Anvar akam hozir Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anvar aka maza qildingiz, lekin sizga qarab biz ham maza qildik. Ko'rdingizmi, mani maza Shu qildim. berilib 3 qismli qo'shiq ekanda o'zi ham. Hamma narsasi ham bor. To'g'risini aytsam, ozgina hayajon bosdi. Ha, ustozdan. Lekin maza qildik. Maza qildik, yaxshi. ha, baza qildik. Agar hayajoni shu bo'lsa, bu yog'ini bilmadim lekin. Yo, yoshlarni sevishlari bilindi. Siz raqs uchun tug'ilgansiz nazarimizda. Har xil harakatlarni shunaqa yarashtirib, avvalo assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz ham hayajonda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? So'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum barcha omon ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Yashang. Wi-Fi telekanaliga alohida salom. Bizlarni taklif qilganlaringiz uchun sizlarga rahmat. Yashang. Ismingiz bizni eng avvalo qiziqtiryapti. Mardon, ha? Merdan. Merdan endi ma'nosi mard. Ha, mardon, shunaqa ma'no. Bildiradi. Sizni ijtimoiy tarmoqlarda, ekranlarda ko'ramiz. Hayotda yana ham yaxshi yigit ekansiz. Shunaqa yoki mergandurlar. Mana shu berganmi? Vosh qizlarni Tojikistonga borsam, Tojikistonda o'qizadigan. Bekorga bu gapni aytayotganim yo'q, chunki do'stimiz hali bo'ydoqlar, baxtlilar qatoridalar. Va biz ularni yolg'iz ko'rishga odatlanmaganmiz. Har doim o'zlarini hamkorlari bilan birgalikda rol ijro etayotgan insonlar bilan kelishadi, go'zal qizlar bilan. Odatda nimagadir bilmaymiz. Bunaqa yigitni oldida go'zal qiz bo'lishi shart. Bunga oydinlik kirgizamiz va navbatdagi aziz mehmonimizni taklif qilamiz. Marhamat, go'zal iste'dodli aktrisamiz, ham o'zlarining chiroyli ijrolari bilan hammani qalbidan joy olib kelayotgan inson Safiraxonni taklif qilamiz. Marhamat. Muzika ham chidolmadi bu go'zallik ortida. Qarang, tugagisi kelmayapti. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Safiraxon, xush kelibsiz. Tong xayrli bo'lsin sizga. Siz ham qisqacha so'rashib oling bizni tomoshabinlarimiz bilan. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Sizga sog' salomat tilayman. Yashang. Ismingiz go'zal sizni ham. Rahmat. Safiraxonim, ma'nosi Ma'nosi bu o'zi tosh. qimmatli tosh. Qimmatli tosh. Lekin haqiqiy ma'nosi ham bor ekan. Elchi, yoqimtoy, maqbul, manzur degan ma'nolarni bildirar ekan. Haqiqatda shunday kirib kelyapsiz, shunaqa nuringiz hammani jalb qilyapti o'ziga. Ko'zlari boshqacha. Tosh mayli, qalb masalalari qanaqa? U toshmasmi ish qilib? U qalb tosh ham bo'lishi mumkin-ku. Ish qilib u toshmasmi? Voy, bu ko'zlarga qarab qanday shu savolni berib bildingiz? Yo'q, bir xil qizlar bo'ladi, ishoning. deb o'tirishgan bo'ladi-yu, lekin bu odam kimdir telefon qilsa, "Ashakdan erdaman" dedim, "Sankadim." Qo'yishadi yana. Yo, shunaqalar bor-da, yo'q emas, o'shancha aytayapman. O'zingiz ayting. Qalb toshmasa, Yo'q. mehribon insonsiz. Hayotda mehribonmisiz? Ha, albatta. Mehribon, ko'ngilchang, sizni aldab ketish juda oson. Mi? Yo'q, Bahodir aka, yo'q, oson emas. Yerdan tekshirib ko'rgan ekanlar. Yo'q, taniyman. Anchadan beri taniyman. O'shaning uchun birga ijod qilganmiz ko'p syomkalarda. Yaxshi, juda ham ajoyib qiz. Ko'ngli ochiq, ana o'zini hurmatini biladigan qiz. Eng asosiysi. Erkatoy ham nazarimizda. Hozir ham onalari olib kelibdilar. Ularni tushganlar. Kliplaringizda, ha. Eski qadrdonlar. biz- O'sha uchun kirib kelishingizdan ko'zlari boshqacha yonibdi. Ayniqsa onalarni. Hamisha onangiz olib yuradilarmi? Hamma joyda? Ha, Anvar aka aytdi, men qahramon o'ynaganman Anvar aka klipda. Bu onalarni uchun birinchi ko'rgandim. Har doim yonlarida. O'yin. Yurarlar, chunki endi bunaqa go'zal qiz. Chunki bu meni administratorim, meni oyim. Tan soqchi, administrator. Endi sahnalarda ham birga ijodlaringizni kuzatamiz. Shunaqa uzuqqa ko'z qo'yganday. Bu tayyorgarlik mahsulimi yo bir-birini qalban tushunishmi, Merdanjon? Bu tayyorgarlik menimcha. Ko'proq tayyorgarlik, chunki qalban Instagramda ko'ryapmiz, vaynlarda, lavhalarda. yaqinda video olishimiz kerak, xudo xolasa Instagram sahifamizga. ko'ramiz. Safira bilan Safira. Safira. Safira bilan birga
Ish qilib Juda uzuk yo'q. taqish marosimi yo'qmi yoqda? Endi xudo biladi. Vaqt ko'rsatadi. Endi shunday chiroyli yigitga oshiqlar son mingta bo'lsa kerak, lekin bilginki alarning sardori menman deb endi o'zingiz tanlaysiz-da bu yoqda. Biz mavzuyimizni aytmoqchi edim, Merdam. Yoshga yarasha ish qilish kerakmi yoki bo'lmasam doimo yosh bo'lib yurish kerakmi? Qaysi biri deb o'ylaysiz? Endi bizada endi azaldan bor yoshingga yarasha ish qil deyshadi o'zbekchiligimizda. Lekin yoshingga yarasha ishni qilish kerak-da, lekin ko'rinishda yosh ko'rinib o'zingizga qarab yurganingiz menimcha ma'qulroq. Me'yor saqlash kerak. Hadeb endi yoshlarga ergashib ketish ham bu bachkanalik ko'rinadi demoqchisiz, endi buni bizga aytyapsizmi? Yo'q. Yo'q, men savolni noto'g'ri tushundim balki. To'g'ri tushundingiz. Yo'q, keling, men O'ziga qarab yosh ko'rinib yurish kerak dedingizmi? Nima dedingiz? yo o'ziga yarasha savolni o'zgartirib beraman. Turmush qurishda yosh qanchalik ahamiyatga ega? Mana shunaqa qilib bera qoling. Zo'r savol berdingiz. Lekin zo'r savol berdingiz. Shu Zo'r javob bera olmayman demadingiz. Hali savolni zo'r javobini Safira bersin. Nega siz haqingizda bular? Yo'q, endi ular yoshda. Ular endi yosh-ku. Menimcha bu ham individualni, chunki har odamda o'ziniki qarash bor hayotga. Shunaqa individualni menimcha bu. Sabiraxon singlimizni rus maktabini tamomlaganlar, shuning uchun o'zbek tilidagi nutqlariga birozgina qiynaladilar. Bemalol gapirishingiz mumkin. O'zingizda rejangiz qanaqa? Necha yoshda turmushga chiqmoqchisiz, misol uchun? Ruscha javob Men bersangiz. bilmayman, hammasi xudodan o'zi. Ruscha gapirsangiz bo'ladimi? Yo'q, o'zbek tilida gapiraman bemalol. Bu o'zbek telekanali, o'zbekcha gapirasiz. Yo, juda chiroyli gapiryapsiz, o'zbekcha. Mabodo fikrlarini to'liq ana Ravon qila oladilar. orada ruscha qo'shib yuborsalar. Xo'p, o'zingiz Toshkentda tug'ilgansiz, a? Ha, Toshkentliman. Men o'zi o'zbekman. O'zbek tilini juda ham yaxshi ko'raman, chunki menimcha bu eng chiroyli tili. Ha, Muhabbat tili bu til. muhabbat tili, to'g'ri. Gapiryapsiz, yuzlaringizda Qayerda tahsil olgansiz? Endi bularni ijtimoiy tarmoqda kuzatadiganlar yaxshi bilishadi. Endi bizda ijtimoiy tarmoqda kuzatmaydiganlar ham bor, yoshlari katta insonlar ham bor. Keling, ularga ham sizni yaqindan tanishtirsak. Voy, bu chiroyli qizimmi kliplarda ko'rardim. O'tirishdi hozir. Mani ismim Safira. tanishganman. Men Usmenskiy nomidagi tamomlaganman opera yo'nalishi bo'yicha. Opera yo'nalishi. Opera yo'nalishi. Opera ya. Ha, men bitta konkursda qatnashdim. Men o'sha yerda birinchi o'rin egalladim. Qo'yil. So'z isboti bilan bo'lsin, ozgina xirgoyi mumkinmi? Endi erta tongda Olasiz, hozir sizga ozgina opera ashula aytib. Yaqinroq o'tiring, yaxshi gaplar bo'lyapti. Nomi Omyo Babino Karo. Aha, biror narsa tushunmadik, lekin mayli. Yaxshi gap bo'lsa, Yaxshi gap. Ketdik. Omyo Babino Caro, mi piace bello, bello, andare in Porta Rossa a comprare l'anello. Tasanno. Hozir aka. Qarashlarini o'zi boshqa. 3 yildan beri taniyman, birinchi marta o'zim. Ochilmagan Men qirralar. hozir hayron qoldim ishoning. chiroyli ovozlari bor Tez ekan. kelib turish kerak. Mana shunaqa kashf qilamiz. Hayron qoldim. Klass. Siz chiroyli ovozingiz bor ekan. Men sizni rostdan to'laqonli aktrisa bo'lsangiz kerak deb o'ylagan ekanman. Aktrisalik ham, xonanda ham men. Ay yasha. Aktyorlikda u joyda tahsil olganmisiz yoki tug'mami? Yo'q, shunaqa bo'ldi. Men bitta konkursda qatnashdim. O'sha yerda meni bitta rejissyor taklif qilishdi reklamaga. Undan keyin ham rejissyor meni reklamaga, kinoga, ham telenovellaga taklif qilishgan. O't shunaqa men san'atkorga kirdim. Demak, hammasini barobar olib boryapsiz. Merdanjon, sizda ijodda nima yangiliklar biz kuzatamiz? Hamma joyda peshqadamsiz. Qachon ulguryapsiz? O'sha uchun nazarimda uylanishga Narsani Bahodir akaga bermoqchi edim savolni. Qanday qilib ulguryapsiz hamma? Chunki to'g'risini aytaman. To'xtab turing. Ular hammasiga ulguryapti, lekin uylanishga ulgurmayaptilar. Bahodir aka hammasiga ulgurgan. Shuning uchun bulardan olmoqchiman maslahat. To'g'risini aytaman. Mana jonli efir ertalab turishni o'zi bo'lmaydi. Mayli 1 kun turarsiz, 2 kun turarsiz, 3 kun turarsiz, 10 kun turarsiz, 20. Lekin hamisha emas. Sizga rahmat. To'g'risini aytaman. Chunki men ishlab ko'rganman, jonli efirda ertalab borganman. To'g'risini aytaman.
uzog'i 4 kun ishlaganman. Undan ko'p ishlay olmadim. Boshqa uyqungizni osh bera olmaganmi? Yo'q. Uyqumni afzal ko'rganman. his qilganingiz uchun rahmat. Kadr ortida ham qancha odamlar bor, Qancha erta tongdan ijodkorlar, turib kelishadi. 20 dan ortiq ijodkorlar mana Hammangizga shu rahmat. ko'rsatuvga To'g'risini aytaman. efirga Men berish- bilaman buni mehnatini. quvonishadi. Katta rahmat, katta rahmat. Sabiraxon, qisqagina savol beraman, unga ham qisqagina javob berasiz. Instagramingizda juda yorqin ranglar ko'p-da, fonlar, siz fotosuratlar tushganingizda, kiyimlar borasida, hozirgi misol uchun libosingiz ham mana shu ko'zni olyapti, ko'zni chaqnab undoq qilib zo'rg'a o'tiribmiz. Ko'zoynak bo'lsa olib kelib beringlar. Hayotda o'zi kayfiyatingiz ham shunaqa quvnoqmi? Rang-baranglik yaxshi ko'radigan Ha, man xarakterga egamisiz? hayotda man energichniy odamman judayam. Va bilasizmi, man bugun qora choy ichdim. O'shaning uchun man bugun sizlarga sho'x ashulalarni aytib beraman. Agar ko'k choy ichsam, sekin ashula aytaman. Lekin bugun qora choy ichdim. Oil yashasin. Qaysi oyda tug'ilgansiz o'zingiz sir bo'lmasa? O'zi may oyida. May oyida. Qaysi yil tug'ilgansiz? Endi qiz boladan savol Qaysi yil? Har xil savollar beryapsiz. savol berilmaydi. Endi yoshlari endi bilib qo'yaylik deymizda. 2004. Hali endigina ijod olamiga kirib kelyapsiz ekan, Merdanjonga ham bitta savol beraylik. Vaqtimiz tugab boryapti. Nerdan aka Bahodirjon, 2004-yil kollejni tamomlaganlar. Yo'q. yosh yigit-ku. Merdanjon, ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz faolsiz. Qayerda nima o'ynasangiz hammasini qo'yib boryapsiz, lekin izohlarni o'qib chiqsam, deyarli 80% qizlar yozyapti. Qachon bu savollarga tezroq javob berasiz? Mana shu savolingizga Deb qo'yasiz. efirdan keyin javob olasiz. Chunki Nega? bizda qo'shiq bor, Sabiraxonning taronalari bor. Biz sizni sahnamizga taklif qilamiz. Keyin javobini olamiz. Bo'ldi, keyin Alohida. xayrlashamiz. Marhamat. Orzularim orzu xayolimda, yonada chog'lar yuragimda. Yuragingizda falak bo'lsam, sevgi xuddi olovda. Orzularim orzu xayolimda, yonada chog'lar yuragimda. Yuragingizda falak bo'lsam, sevgi xuddi olovda. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. Yonada cho'g'lar yuragimda, qoladi sho'xlik qalbimda, to'ladi baxtim ko'zlarimda. Shodlanaman men buncha, yo'l topa oldi u qalbimga, o'xshamaydi u hech kimga, ketmaydi bir zum hayolimdan, u hammadan ham boshqacha. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. O'sha bola. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. Mana yana keldi, yonimga keldi, gullari berdi, shoh bola. Meni quvib keldi, qarashlari berdi, rosa meni sevdi, o'sha bola. Ey, yasha. Oxiri nuqtasi ham bor ekan. Bahodirjon, savolga, Merdanjonga bergan savolda jarayonda klip ichida berdilar javobni. Demak, biz qoniqdik javobdan. Natija kutamiz. Katta Bizni rahmat. mehr bilan, muhabbat bilan tomosha qilganingiz uchun azizlar tashakkur. Vaqtimiz
o'z nihoyalab nihoyasiga yetdi. bordi. Mehmonlarga alohida muhabbatlarimiz. Anvar aka, Hammaga katta rahmat. Safira xonim, Merdanjon, biz yana sizlarni kutib qolamiz. Suhbatdan to'ymadik. Tog'inglar zo'r kayfiyatda o'tsin. Xayr omon bo'ling. Xayr! Ko'rishguncha.